Assalomu alaykum azizlar. Robototexnika darslarimizning 3-qismiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan elektronikaning yuragi hisoblangan tranzistorlar haqida gaplashamiz. Tranzistor bu 3 elektrodli, yarmi o'tkazgichli, aktiv elektron asbob bo'lib, bir elektrodga berilgan kichik signal orqali qolgan elektrodlar orasidagi tokni boshqaradi. Cho'chib ketmang. Bu ta'rif juda rasmiy va murakkab eshitiladi. Endi esa sodda tilda tranzistor nima, u qanday ishlaydi va robototexnika va elektronikada u nima uchun muhim o'rin tutishini birgalikda o'rganamiz. Tranzistor ixtiro qilinishidan oldin elektron qurilmalarda elektron lampalar ishlatilgan. Ular juda katta hajmli, ko'p tok talab qiladigan va tez isib ketadigan edi. Masalan, ilk kompyuterlar butun bir xonani egallagan. Faqat bitta hisob-kitob uchun juda ko'p energiya sarflangan. Shu sababli olimlar kichik, ishonchli va kam quvvat talab qiladigan yangi qurilma ustida izlanishni boshlashdi. 1947-yil tarixiy burilish sodir bo'ldi. O'sha yilda AQShdagi Bell Laboratories ilmiy markazida 3 nafar olim tomonidan dunyodagi birinchi tranzistor yaratildi. Ular John Barden, Walter Brattain, William Shockleylar edi. Ular yaratgan qurilma nuqtali kontaktli tranzistor deb atalgan. Bu ixtiro elektronika tarixida haqiqiy inqilob bo'ldi. 1947-yil tranzistor tug'ilgan yil sifatida tarixga kirdi. Tranzistor nimani o'zgartirdi? Tranzistor elektr lampalariga nisbatan juda kichik edi. Kam energiya sarflardi, tez ishlardi va eng muhimi uzoq umr ko'rardi. Shu sababli tranzistorlar tez orada barcha elektron qurilmalarda qo'llanila boshlandi. Tasavvur qiling, oldingizda suv krani bor. Kran tutqichini ozgina buraysiz, lekin undan ko'p suv oqadi. Tranzistor ham xuddi shunday ishlaydi. Tranzistorda 3 ta asosiy oyoqcha bo'ladi. Ular turiga qarab turlicha nomlanadi, lekin hozir eng muhimi tushunchani eslab qoling. Bitta oyoqcha boshqaradi, qolgan 2 ta oyoqcha orqali katta tok o'tadi. Ya'ni kichkina signal bilan katta tokni boshqaramiz. Masalan, qo'limizda kichkina tugma bor. Bu tugma bilan katta motorni yoki lampani, 12 voltli qurilmani yoqish mumkin. Tugma o'zi bunday katta tokni ko'tara olmaydi. Mana shu yerda tranzistor yordamga keladi. Tranzistorlar asosan 2 ta katta turga bo'linadi: BJT va MOSFET. Keling, birinchi navbatda BJT guruhini o'rganamiz. BJT bu tranzistorning bir turi, to'liq aytilishi bipolar junction tranzistor. 3 ta oyoqchaga ega baza, kollektor va emitter. Bazaga berilgan kichik tok yordamida kollektor va emitter orasidagi tok kalit kabi ulanadi. Yoki kichik tok uzatilishi to'xtasa, kalit uziladi. BJT tranzistorlari 2 turga bo'linadi: NPN va PNP. NPN tranzistor minus tomonni uzib ulaydi va u ochilishi uchun bazaga plus beriladi. PNP tranzistor esa plus tomonni uzib ulaydi va u ochilishi uchun bazaga minus beriladi. Endi esa tranzistorlarning ikkinchi katta guruhiga o'tamiz: MOSFET. MOSFET ham tranzistorning bir turi, lekin BJT tranzistorlardan eng katta farqi shundaki, MOSFET tok bilan emas, kuchlanish bilan boshqariladi. Tasavvur qiling, siz eshikni itarib ochyapsiz. Bu BJT ga o'xshaydi. Ochilish uchun doim kuch
tok berish kerak. Endi boshqa holatni tasavvur qiling. Eshik sensorli. Faqat yaqinlashsangiz o'zi ochiladi. Bu esa MOSFET. MOSFETda ham 3 ta asosiy oyoqcha bor. Gate boshqaruvchi, drain tok kirib keladigan yo'l, source tok chiqadigan yo'l. Gate'ga kichik kuchlanish beriladi. Shu kuchlanish drain va source orasida yo'l ochadi yoki yopadi. Gate orqali tok deyarli o'tmaydi. Shuning uchun MOSFET kam qiziydi, juda tejamkor va mikrokontrollerlar uchun juda qulay. MOSFET qayerlarda ko'p ishlatiladi? Masalan, Arduino, S32, robot motorlari, LED lentalar, relaylar, 12 voltli va undan katta qurilmalar. Shuning uchun zamonaviy robot texnikada ko'pincha MOSFET ishlatiladi. MOSFET ham 2 turga bo'linadi. N kanalli MOSFET, P kanalli MOSFET. Bu rasmda N kanalli MOSFETning ichki tuzilishini ko'rib turibmiz. Eng yuqorida gate, ya'ni boshqaruvchi elektrod joylashgan. Gate ostida juda yupqa oksid qatlam, silikon dioksid mavjud bo'lib, u gate bilan yarim o'tkazgich orasini elektr jihatdan ajratib turadi. Gate'ga kuchlanish berilganda oksid ostida o'tish kanali hosil bo'ladi. Shu kanal orqali source va drain orasida tok oqadi. Chap tomonda N+ manba source, o'ng tomonda esa N+ chiqish drain joylashgan. Bu ikki N+ ikki eshikka o'xshaydi, kirish va chiqish eshigi. Pastki qismda P qatlam, substrat, ya'ni asosiy yarim o'tkazgich tanasi joylashgan. Muhimi shundaki, gate orqali tok o'tmaydi, u faqat kuchlanish yordamida kanalni ochadi yoki yopadi. Shu sababli MOSFET kuchlanish bilan boshqariladigan elektron kalit hisoblanadi. Bu rasmda P kanalli MOSFET ko'rsatilgan. Unda asosiy tok tashuvchilar teshiklar bo'lib, ular P tip kanal orqali harakatlanadi. Qurilmaning pastki qismi N tip substratdan iborat. Uning ichida ikkita P+ hudud joylashtirilgan. Ularning biri source, ikkinchisi drain vazifasini bajaradi. Gate'ga manfiy kuchlanish berilganda oksid ostida teshiklar yig'ilib, o'tish kanali paydo bo'ladi. Agar gate kuchlanishi olib tashlansa, kanal yo'qoladi va source bilan drain orasida tok uziladi. Shuning uchun P kanalli MOSFET teskari mantiqda ishlaydi. N kanalli MOSFET musbat signal bilan yoqilsa, P kanalli MOSFET manfiy signal bilan yoqiladi. Shu joyda bitta foydali reklama. Azizlar, birinchi va ikkinchi darsimizning pullik qismidan parchalar e'lon qilamiz. Albatta uni sotib olishingizni maslahat beraman. Bunga ancha-muncha mehnat qilingan. Mana azizlar, menda MOSFET tranzistorlar bor. RLZ 44N ko'rib turibsiz. Siz ham mana shu keyingi darslarimizda kuzatib borsangiz, albatta bu tranzistorlarni qayerdan olganimni albatta aytaman. Mana RLZ 44N. Endi bular bilan biz nega hozir bir amaliyot qilmaymiz? Sababi kelajakda biz Arduino'ni o'rganishni boshlaganimizda katta volt bilan ishlaydigan
qurilmalarni, ya'ni motorlar yoki chiroqlarni biz mana shu tranzistorlar bilan ishlatamiz va o'shanda biz buni albatta amaliyotda ishlatib ko'ramiz. Hozir mantiq yo'q, ma'no yo'q, chunki ko'p narsani hali bilmaymiz. Asta-asta o'rganganimizdan keyin sizlar bilan birga buni ishlatishni boshlaymiz. Shuning bilan bugungi 3-darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi 3-darsimizda sizlar bilan tranzistor haqida gaplashdik va u haqida ko'p qiziqarli bilimlarga ega bo'ldik. Kelgusida ham kanalimiz orqali juda ham qiziqarli bilimlarni ulashishda davom etamiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Like'larni ayamang, kommentariyalarda iliq fikrlaringizni kutib qolamiz. Ko'rishguncha xayr.